Muntazam 12 burchak tomoni ilsasida 3-1 ga teng. Bunga ko'ra ilsini topib berishimiz kerak. Mana bu jo'likni. Keyin esa bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak. Yechimni boshladik bunda. Muntazam 3 burchak tomonni a deb turaman. Yozishga qulay bo'lishi uchun a deganni ilsasida 3-1 deb berib qo'ydi bizga. Endi muntazam 12 burchak tashqi burchagini topib olamiz. 360 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak, tashqi burchak chiqadi. Ya'ni 30 gradus. Tashqi burchagi 30 bo'ladigan bo'lsa, ichki burchagi 150 gradusdan bo'ladi. Demak, bu 150 gradus, bu ham 150 gradusdan bo'lishi kerak. Endi bu uchidan perpendikullar o'tkazib olsak, asosga. Shundan ham perpendikullar o'tkazamiz. Ya'ni bu yerda to'g'ri to'rtburchak ajratib olamiz. Endi to'g'ri to'rtburchak ajratganimizdan keyin bu yerga 60 gradus qoladigan bo'lsa, bu yerga majburan 30 gradus qolayotgan bo'ladi. 30 gradus qarshisida harakatlik gipotenuzani yarmi a taqsim 2. Bu bundan ilzasi 3 marta katta. A taqsim 2 ilzasi 3. Bu to'g'ri to'rtburchak bo'lgani uchun a, bu esa a taqsim 2 ilzasi 3 yana. Shunda bizlar a ga qo'shamiz. A taqsim 2 ilzasi 3 bilan yana a taqsim 2 ilzasi 3 qo'shilsa, a ilzasi 3 bo'ladi. Ana shu o'sha yig'inda l s ga teng. L s teng deymiz. A ni chiqarib oladigan bo'lsak, ilzasida 3 + 1 barobar a ni joyiga ilzasida 3 - 1, ilzasida 3 + 1 bu kvadratlar ayirmasi, ya'ni 3 ayrilgan 1 bo'lib, misol javobi 2 chiqar ekan. Shunday qilib ildiz kesmani uzunligini topdik. Endi mana bo'yalgan sohaning yuzini topsak bo'ldi. Bu yerni a deydigan bo'lsam, bu eng katta diagonal ekan, eng katta diagonal burchakni tengiga bo'lib chiqadi. Ya'ni 75 gradusdan bo'lib chiqadi. Bu yerdagi burchakni aytishimiz mumkin. Agar bitta tomoniga tayangan bo'lsa, xuddiki bizda muntazam ko'p burchak bo'lsa, unga tashqi aylana chizishimiz mumkin va har bir mana bu aylananing vatari bo'ladi. Bu vatar necha gradusda ortib turadi? Xo'p, har bir vatarimiz bizda 30 gradus tortib turadi-da. 30 dan 12si 360 ga to'ladi. Bu ichki chizilgan burchak bo'lgani uchun 15 gradus deb olamiz buni. Shunda bu 90. Bu to'g'ri burchak, 3 burchak ekan bu yerdagi so'ralgan soha. Bu yerni b deb tursam, menda a ni b ga nisbati nimani berish kerak? Tangiz 15 gradus deb berish kerak. Tangiz 15 gradus deganimiz bu 2 - ilzasi 3 degani. Shu yerdan b ni qiymatini topsam, a taqsim 2 - ilzasi 3. Endi 3 burchak yuzasiga keladigan bo'lsam, a b taqsim 2 bo'ladi. Shunda a ko'paygan. A taqsim 2 ni yozaman-da, b ni yozib qo'yaman. B deganimiz ham a taqsim 2 - ilzasi 3. Ko'paytirsak, suratida a kvadrat, mahrajida 4 - 2 ilzasi 3. A kvadrat degani ilzasida 3 - 1 ni kvadrati degani. Ilzasida 3 - 1 ni kvadrati. Taqsim 4 - 2 ilzasi 3. Ilzasida 3 - 1 ni kvadratga oshadigan bo'lsam, u ham 4 - 2 ilzasi 3 bo'ladi. Mahrajimiz ham 4 - 2 ilzasi 3. Buning javobi 1 bo'ladi. Shunda shunday bo'ladigan bo'lsa, buning javobi 1 deb olamiz. Demak, javob shunday bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.